Farg'ona shahrida eng baquvvat joyga kelganmiz do'stlar. Mindonobod tepasida 5 qavatli novostroyka domda ichsiz yaxshi ko'rgan ikkinchi qavatdan 3 xonali tayyorgina kvartira chiqib qoldi. Holatlar juda ham yaxshi holatda. Tashqarida parkovkalari mavjud. Havo juda ham zo'r joyda joylashgan. Gaz eplab bo'lmaydigan darajada baland yonyapti. Tashqaridan kirish qismi ko'rishingiz mumkin. Holatlari juda ham yaxshi holatda, yangi remont holatida. Birinchi xonalar bilan tanishadigan bo'lsak, bu birinchi xonasi. Ko'rishingiz mumkin, holatlari yaxshi holatda. Batareykalar barcha xonalarga o'rnatilgan. Issiqlikdan вообще muammosi yo'q. 3 xonali ixchamgina ikkinchi qavatda kvartira. Balkoni ham mavjud. Bu tomonda kattagina sanuzel umumiy ko'rishingiz mumkin. Kafellar qilingan, holatlari yaxshi holatda. Bu tomoni ikkinchi xonasi. Romlari akfa romlarda skvoznak kvartira. Ko'cha tomonga ham, devor tomonga ham qaragan oynalari. Mana shu ko'rinib turgan barcha narsa qoldiriladi. Endi ko'p narsa ham yo'q. Gilam parda, konditsioner va oshxona jihozlari bor. Bu 3-xonasi ko'rishingiz mumkin. Mana konditsioner ilingan. Batareykalar barcha xonalarda, gilamlar tashalgan. Kirib yashashga tayyor holatda, faqatgina o'ziga kerakli narsalar olib kirsangiz bo'ldi. Bu tomon esa oshxona ko'rishingiz mumkin. Oshxona jihozlari o'rnatilgan, do'q-konturli kotyol mavjud va o'zini balkoni ham mavjud. Eng qizig'i, mana shu qolgan domlarda hammasida ham unaqa emas. Ikkinchi qavatda 3 xonali kvartira narxi esa $24,800 ga baholanyapti. Albatta kamroq qiziqqanlar quyidagi raqamlarga aloqaga chiqib olasizlar. Bizga obuna bo'linglar. Sizlarga bundan ham zo'rlarni eshitib davom etamiz.